Assalomu alaykum, hurmatli fiberlik mahsulotlarini sevib ishlatuvchi go'zal ayollarimiz. Men bugun sizlar uchun Serдисводитель чистка духовки и плиты mahsuloti qozon tozalagichimizni mikrovalnovkani tozalab ko'rsatmoqchiman. Men bunda soldim qizlar, baklashkada sepish uchun soldim, chunki yuqorilarida surtish qiyinroq. Ozgina suv ham qo'shdim qizlar. Birga bir suv ham qo'shdim, bo'lmasa sepmaydi. Mana ichlarini ko'rsataman sizlarga. Sepib 5 minut qo'yib, keyin tozalab ko'rsataman qizlar. Mana bizda natija super. Mana sepib qo'ydik. Va latta bilan artib oldik qizlar. Mayingina simchaq sayzli ham bo'ladi. Fiberlik mahsulotlari super.